Ba'zi insonlar borki, ularning hayoti, ijodi va merosi butun bir millatga ilhom bag'ishlaydi. Ularning so'zlari yuraklarga muhrlanadi, qalblarni silkitadi. Bugun biz ana shunday buyuk shaxs Abdulla Oripov haqida hikoya qilamiz. Bir 1941 yil Qashqadaryoning Nukus qishlog'ida bir chaqaloq dunyoga keldi. Hech kim bilmas edi, bu go'dak bir kuni millatning eng sevimli shoirlaridan biriga aylanishini. Abdullaning qalbida she'riyat yoshidayoq paydo bo'ldi. U bolaligidan qalamga oshno edi. She'r uning nafasi, ruhi va taqdiriga aylandi. O'ziga xos tuyg'u va qalb nuri bilan yigitlik chog'idayoq katta shoir bo'lishini his qilgan. Uning she'riyatida vatan, muhabbat va erkinlik asosiy mavzu. Lekin uning shuhratini birgina O'zbekman she'ri osmonga olib chiqdi. Bu she'r butun bir millatning g'ururi, o'ziga ishonchi va qadr-qimmatini aks ettirgan asarga aylandi. Shu misralarni o'qib ko'ring-a. Qayda yurt bo'lsa, o'sha yurtni sevarman. Qayda el bo'lsa, o'sha yilni sevarman. Lekin baribir yuragimning tagida bir ozor bora o'zbekman deb yurarman. Bu satrlar o'zbek xalqi uchun milliy g'urur ramziga aylandi. 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagan Abdulla Oripov Toshkent Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kiradi. Uni ham 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunlaydi. Abdulla Oripovning Tilla baliqcha, Men nechun sevaman O'zbekistonni singari dastlabki she'rlari talabalik yillarida yozilgan va o'zbek she'riyatiga yangi, iste'dodli, o'ziga xos ovozga ega shoirning kirib kelayotganidan darak bergan. Shoir ijodida muhabbat mavzusi alohida o'ringa ega. Ayniqsa birinchi muhabbatim she'ri el orasida nihoyatda mashhur. She'rga bastalangan qo'shiq ham o'zbek estradasining oltin fondidan joy olgan. Abdulla Oripov nafaqat shoir, balki istiqlol kuychisi, millat arbobi ham edi. U O'zbekiston davlat madhiyasi matnini yozgan inson. Bu shuhrat nafaqat uning qalam kuchini, balki milliy ruhni qanchalik yuksak ko'tara olganini ko'rsatadi. Uning she'riyati o'zbek adabiyotida bir davrni belgilab berdi. U she'riyatga yangi nafas olib kirdi. Uning har bir misrasi odamning qoniga singib ketadigan kuchga ega. Shoir Abdulla Oripov 1983-yil O'zbekiston SSR xalq shoiri, 1991-yil Xalqlar do'stligi ordeni, 1994-yil Do'stlik ordeni, 1998-yil O'zbekiston qahramoni unvoni, 2015-yil Italiya yulduzi ordeni bilan mukofotlangan. 2016-yil O'zbekiston o'zining buyuk shoirlaridan birini yo'qotdi. Lekin uning qalami, ruhi va she'ri abadiydir. Har bir so'zi vatanga muhabbat, har bir misrasi milliy g'urur. Abdulla Oripov bu shunchaki shoir emas, u millat timsoli.